Ko'pchilik o'shtirib. Mana qarang qanday ishlanibdi hozir. Derazaga tegmaslik uchun skochni yopishtirib. Mohir ustadan kishi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraman. 5 xona. Onamiz 5 aboy bo'ladi bu. Jarayonlar ko'rsatib boraveradi aboylarni. Eshigimiz ham yangi qo'yilgan. Ko'rsatib o'taylik. Endi mana bu eshigimiz endi 1.800.000 so'mga qurib berilishi bilanmi? Yo'q, qurib berilishi 200.000 so'm, 2 millionga tushgan. Ana shu. Barobar. 2 millionga tushgan ekan. Qurib berishi 200.000 qurish, 1.800.000 ishi yutana. Atkaslarga e'tibor bering ustalar. Qanday mohirlik bilan ishlangan. Bitgandan keyin namoyishlarni ko'rsatamiz. Hozir garagellarni olib qo'yganmizda, yechib. Juda ham chiroylilar. Buni bitgan bu xonadonni bitgan ishlarini nasib bo'lsa Mohir ustalar kanali va Hunarmand TV Usta Tohir kanallariga qo'yib boriladi. Davomini bitgandan keyin o'sha kanallarda ko'rasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling.